Iftorlikka nima salat qilsamikin deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana sizga ideya. Baqlajonlarni shu ko'rinishda yupqa qilib to'g'rab, tuzli suvda 15 minutga qoldiramiz. Bu 15 minutdan unumli foydalanib, qancha yuvsa ham ketmaydigan shunaqa dog' bo'lib ketgan oq sochiqlarimni bavida osongina tozalab oldim. Bilaman, sizlarda ham shunaqa sochiqlar bor. Bavini solib ustidan qaynoq suv quysanglar, bavi reaksiyaga kirishib, ko'pirib, sochiq kiyimlardagi ancha yillik dog'larni ham osongina ketkazib beradi. O'zingizlar ko'rib turganingizdek sochiqlarim oppoqqina bo'ldi. Endi 15 minut suvda turgan baqlajonlarimizni olib, listga xuddi shu ko'rinishda terib chiqamiz. Ustidan nomiga tuz sepib, qirg'ichdan chiqarilgan yaxshi eriydigan sirni ustidan ko'pgina qilib solib, qizib turgan duxovkaga yuboriladi. Baqlajonlar tayyor bo'lib pishgandan keyin orqasini aylantirib, ustidan tvorojniy sirini bir tekis qilib surib chiqamiz. Uni ustidan po'stidan tozalagan pomidorlarni shu ko'rinishda to'g'rab, taxlab chiqilinadi va ustidan ko'pgina qilib to'g'ralgan ukropkashniy sepiladi. Endi xuddi shu ko'rinishda rulet shaklida o'rab olsak bo'ldi. Salatimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Bilaman, retsept yoqdi. Endi meni xursand qilib yurakchan qizartirib qo'ying.